Assalomu alaykum. Efirda bugun O'zbekistonda dasturi, studiyada Ma'murjon Nafasov. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev rasmiy tashrif bilan Minsk shahriga bordi. Belarus poytaxtining xalqaro aeroportida davlatimiz rahbarini Belarus Respublikasi bosh vaziri Aleksandr Turchin, tashqi ishlar vaziri Maksim Rizhinkov hamda boshqa rasmiylar kutib oldi. Oliy martabali mehmon sharafiga ikki mamlakat davlat bayroqlari ko'tarildi va faxriy qorovul saf tortdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Minsk shahriga kelgach, G'alaba monumenti poyiga gulchambar qo'ydi. Harbiy orkestr ijrosida ikki davlat madhiyalari yangradi, faxriy qorovul askarlari tantanali ravishda yurib o'tdi. Tashrif dasturiga muvofiq Minsk shahrida oliy darajadagi muzokaralar o'tkazilishi ko'zda tutilgan. O'zbekiston-Belarus ko'p qirrali sheriklik munosabatlarini yanada kengaytirish masalalari ko'rib chiqiladi. O'zaro tovar ayirboshlash hajmini oshirish, qishloq xo'jaligi, mashinasozlik, farmatsevtika, yengil sanoat, oziq-ovqat va iqtisodiyotning boshqa tarmoqlarida kooperatsiyani rivojlantirish masalalari diqqat markazida bo'ladi. Madaniy-gumanitar almashinuv dasturlarini kengaytirishga alohida e'tibor qaratiladi. Sammit yakunida ustuvor yo'nalishlarga doir ikki tomonlama hujjatlarning salmoqli to'plamini qabul qilish rejalashtirilgan. Ta'kidlash joizki, tashrif arafasida Minsk shahrida ikki mamlakat hududlari delegatsiyalari va ishbilarmon doiralari ishtirokida 3-hududlararo forum ham bo'lib o'tadi. Belarus Respublikasida O'zbekiston madaniyati kunlari bo'lib o'tmoqda. Joriy yilning 7-8 iyul kunlari Belarus Respublikasida O'zbekiston madaniyati kunlari yuqori saviyada o'tkazilmoqda. Mazkur madaniy tadbir ikki davlat o'rtasidagi madaniy-gumanitar hamkorlikni yanada mustahkamlash, san'at va madaniyat sohasidagi aloqalarni yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qilmoqda. Dastur doirasida O'zbekiston Respublikasi madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov Belarus Respublikasi madaniyat vaziri Marat Markov bilan madaniyat, kino, teatr, muzey, kutubxona, madaniy ta'lim, kreativ industriya va raqamlashtirish yo'nalishlarida hamkorlikni kengaytirish masalalarini muhokama qildi. Tomonlar qo'shma ishchi guruh tashkil etish, madaniy loyihalarni amalga oshirish hamda vazirliklar o'rtasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirishga qaratilgan yo'l xaritasini amalga oshirish muhimligini ta'kidladilar. Tashrif davomida delegatsiya Minskdagi Belarus IT parki hamda Glibov nomidagi Minsk davlat amaliy san'at kolleji faoliyati bilan tanishdi. Uchrashuvlarda madaniyat sohasini raqamlashtirish, sun'iy intellekt va zamonaviy texnologiyalarni, madaniy merosni asrash, muzey va kutubxonalarni rivojlantirish hamda kreativ industriyaga keng joriy etish masalalari yuzasidan fikr almashildi. Shu bilan birga Minsk shahridagi Pobeda kinoteatrida o'zbek kinosi kunlari tantanali ravishda ochildi. Tadbirda o'zbek va Belarus kino ijodkorlari hamkorligi, yangi qo'shma loyihalar hamda ikki xalq o'rtasida do'stlik aloqalarining ahamiyati alohida e'tirof etildi. Dastur doirasida o'zbek filmlari Belarus tomoshabinlariga namoyish etilmoqda. Madaniy kunlar doirasidagi asosiy tadbirlardan biri sifatida 8-iyul kuni Minskdagi Respublika saroyida o'zbek san'at ustalari ishtirokida tantanali konsert dasturi hamda Yangi O'zbekiston foto ko'rgazmasi bo'lib o'tadi. Konsert dasturida o'zbek milliy va zamonaviy san'atining eng sara namunalari Belarus jamoatchiligiga taqdim etiladi. O'zbekiston madaniyati kunlari ikki davlat o'rtasidagi do'stlik, o'zaro ishonch va madaniy hamkorlikni yanada mustahkamlash, xalqlarni san'at va madaniyat orqali yanada yaqinlashtirish yo'lida muhim ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekiston delegatsiyasi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Parlament assambleyasining 33 yillik sessiyasida qatnashdi. Tadbir Niderlandiya qirolligining Gaga shahrida Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Parlament assambleyasining xalqaro huquq va umumiy tamoyillar Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti hududida xavfsizlik va hamkorlikning asoslari mavzusida bo'lib o'tdi. O'zbekiston parlamenti delegatsiyasi tarkibida Senatning fan, ta'lim va sog'liqni saqlash masalalari qo'mitasi raisi Odiljon Mamatkarimov qatnashdi. Tadbirda Yevropa, Shimoliy Amerika va Markaziy Osiyo davlatlaridan 250 dan ortiq delegatsiyalar vakillari parlament diplomatiyasini rivojlantirish, xalqaro xavfsizlikni mustahkamlash, demokratik institutlar faoliyatini qo'llab-quvvatlash hamda inson huquqlarini himoya qilishga oid
dolzarb masalalarni muhokama qildi. Sessiya davomida xalqaro xavfsizlik, nizolarning oldini olish, demokratik institutlarni mustahkamlash, inson huquqlarini ta'minlash hamda parlament diplomatiyasining zamonaviy chaqiriqlariga mos mexanizmlarni takomillashtirishga qaratilgan qator ma'ruzalar va munozaralar o'tkazildi. Ishtirokchilar mazkur yo'nalishlarda o'zaro hamkorlikni kuchaytirish muhimligini ta'kidladi. Markaziy Osiyo bo'yicha hamda Ipak yo'li guruhi yig'ilishlarida O'zbekiston delegatsiyasi a'zolari yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi doirasida amalga oshirilayotgan islohotlar, parlament faoliyatini takomillashtirish, ta'lim, sog'liqni saqlash va ijtimoiy sohalarda olib borilayotgan o'zgarishlar haqida xabardor qildi. Shuningdek, O'zbekiston parlament delegatsiyasi bir qator uchrashuvlar ham o'tkazdi, jumladan Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti parlament assambleyasi bosh kotibi, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti parlament assambleyasining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili hamda Niderlandiya delegatsiyasi rahbari bilan samarali muloqotlar o'tkazildi. Abituriyentlar uchun testga kirish ruxsatnomalari berilmoqda. 2026-2027 o'quv yili uchun oliy va kasbiy ta'lim muassasalariga hujjat topshirgan abituriyentlar uchun yana bir muhim jarayon boshlandi. Endi ular test sinovlarida ishtirok etish uchun zarur bo'lgan abituriyent ruxsatnomasini yuklab olishlari mumkin. Ruxsatnomani may.o'zbmb.o'z portali orqali shaxsiy identifikatsiya raqami, pasport seriyasi va raqamini kiritgan holda olish mumkin. Hujjatda abituriyentning test topshiradigan manzili, sanasi, vaqti va auditoriyasi haqidagi ma'lumotlar aks ettirilgan. Test sinovi kuni abituriyentlar o'zlari bilan asl pasport yoki ID karta hamda abituriyent ruxsatnomasini olib kelishi lozim. Pasport nusxasi, boshqa hujjatlar yoki tasdiqlovchi ko'chirmalar testga kirish uchun asos bo'la olmaydi. Shuningdek, imtihon o'tkaziladigan hududga belgilangan vaqtdan kechikmasdan yetib kelishi muhim hisoblanadi. Belgilangan vaqtdan kech qolgan yoki shaxsni tasdiqlovchi asl hujjatsiz kelgan abituriyentlar test sinovlariga kiritilmaydi. Ta'kidlash joizki, qabul jarayonlarining raqamlashtirilishi tufayli abituriyentlar barcha zarur ma'lumotlarni onlayn tarzda olish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Bu esa qabul jarayonining ochiqligi, shaffofligi va qulayligini yanada oshirishga xizmat qilmoqda. Bojxonachilar tomonidan giyohvandlik vositalari aniqlandi. Qoraqalpog'iston Respublikasi bojxona boshqarmasi xodimlari hamda Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari bilan hamkorlikda Qoraqalpog'iston temir yo'l bekatiga kirib kelgan yuk poyezdi bojxona ko'rigidan o'tkazilganda sisterna vagonining tashqi qismidagi rama ichiga qog'oz va qora lenta bilan o'ralgan holda yashirilgan o'tkir hidli modda aniqlandi. Ekspertiza xulosasiga ko'ra, ushbu moddaning sof og'irligi 28,54 gram quritilgan marixuana ekanligi tasdiqlandi. Shuningdek, Dovud ota chegara bojxona posti orqali mamlakatimiz hududiga kirib kelgan Volvo rusumli yuk avtomashinasi bojxona nazoratidan o'tkazilganda transport vositasi salonidagi giyohvandlik vositasiga o'xshash modda borligi aniqlandi. Ekspertiza natijalariga ko'ra, ushbu moddaning sof og'irligi 1,94 gram quritilgan ko'knori somoni ekanligi ma'lum bo'ldi. Mazkur holatlar yuzasidan Qoraqalpog'iston Respublikasi bojxona boshqarmasi tomonidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari asosida jinoyat ishlari qo'zg'atildi. Hozirgi vaqtda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Siz bugun O'zbekistonda dasturi bilan tanishdingiz. O'zbekiston 24 radiosining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarini kuzatib boring. E'tiboringiz uchun tashakkur. Salomat bo'ling.